fuqarolarimizda internet savodxonligini oshirishimiz, kiber tahdidlardan muhofaza qilishimiz uchun avvalo albatta har bir insonni ongida mazkur turdagi jinoyatlar, internetdagi tahdidlarga qarshi murosasizlik ruhi shakllangan bo'lishi kerak. Agarda biz fuqarolarimizga axborot manbalaridan tarqalayotgan xabarlarni mana bu saytdan olasan, mana bundan olasan deb belgilab berib, uni cheklab qo'yadigan bo'lsak, albatta o'sha kanallardan u informatsiyani oladi. Agar o'ziga tegishli axborotni ololmagan taqdirda, uni albatta chetdan qidiradi. Shuning uchun bugun globallashgan zamonda hech qanaqa cheklovlar bilan ushlab bo'lmaydi. Bu demokratik boshqaruvga ega mamlakatlarda fikrlar xilma-xilligiga ham to'sqinlik qiladi. Shuning uchun biz axborotni cheklamasdan fuqarolarimizni ulardan to'g'ri foydalanish, har bitta olayotgan axborotlarini to'g'ri tahlil qilish, uni fact checking qilish va tarqatayotganda uni qanday usullarda tarqatayotganini o'rgatishimiz zarur hisoblanadi. Va bu borada ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyos deb o'ylaymiz.